Nelerim bugün akamın kulağını yedi. Ha. Nasıl oldu o benim? Maşina olmasaydı. O bermasiz urishib qolamiz, o'zim borib olib kelaman dedi. Bu molda aka olgandan keyin borib, Ha. akamni xudo xolasa duo qilib, yana pullar ko'payib ketadi. Qulog'i ham tinchiydi-da, pochcha. Mana qarang. Mana ustidan 2.12 edi. Voy joni sog' bo'lsin. Buni ko'rsizmi? Joni sog' bo'lsin, ushrab ketyapti-da. Sog'dirmasin, tasavvur arg'amchini ustiga. Ana, Paqirdim aka, taqat qo'yadi aka. cho'chishi ham yo'q, qo'rqishi ham yo'q. Kelsa men chaqimga tepib qolaman. Molni yuvoshligi yuvashmi? Bo'ldi, xudo xolasa originalni olinglar, yuvoshini olinglar, xudo xolasa maza qilasiz. Men o'zim bergan ekanman. Ha. Mana, nima tug'ibdi? O'zidan eshitasiz-da. Buni qarang. Chiroyligini qarang. Islombek, assalomu alaykum. Dehqon odamlarda. Bo'lyaptimi-ku? Mana sizdan olgan mol mana undan keyin gibritdan keyin. Men bu bolasiman. Bundan keyin mana bitta buqani tug'ib berdi, xudo xolasa. Qocha tug'ibdi aka. Mana o'tgan yili bergan ekan. Qarang, hozirga hamgacha esdida, yaxshilik uchun. Xudo xolasa aka, biz bitta nomerda yuramizda, hammasini a'lo. 1 yil bo'pti mol olganiga. Qarang, hozirgacha yana tashlab beryapti. Yaxshilik uchun. Ha. Gap yo'q. Qani ketdik endi birgalashib videoni tomosha qiladi. Joninglar sog' bo'lsin. Videoni bugun o'tkazib yubormaymiz. Maza qilamiz. Puli hamyon bob, cho'ntak bob, hamma bobidan bo'ladi. Bugun xudo xolasa inshaalloh 6 ta insonni baxtli qilamiz. Sababi xalqimizga ishonarli, sifatli, chiroyli, go'zal mollarda yetkazib berayotgan Islombeklarning xonadoniga yetib kelganmiz. Xudo xolasa olgan odam maza qiladi, puli o'zi bilan ketadi. Yoqmaydigan insonlarga ham yoqadigan mollarda siz bilan biz uyimizda ham shunaqalar bo'lib ketsin deb kommentariyani bomba qilib layklarni bosib ketinglar. Layk bosgan uchun sizgidan pul olmaydi, menga pul bermaydi. Mana buni qarang, soqqanda soqqiz kelaveradi. Biz bugun Farg'ona viloyati Quva tumani, deyarli Quvani sentrida eng ishonarli qo'shnim, bir devor qo'shnimga ham tavsiya qiladigan Islombeklarning xonadoniga yetib kelganmiz. Xudo xolasa olgan odam bekariga aytmadim, maza qiladi deb, haqiqiy 4 son chap o'yin tanlamaydi. Nima uchun qo'shnimga ham tavsiya qilaman deb. Mollar yuvoshligi uchun, sog'lomligi uchun, sifatligi uchun, puli arzonligi uchun, shuning uchun. Kelaverasizlar, ko'raverasizlar, qaysi biri yoqsa shunisini olib ketaverasizlar. Mana uni qarang, qaysi birini zuvachgasi og'zida emas. O'zingizlar xolisona aytinglarchi, ko'yish qaytarib turibdimi? Ko'yish qaytarib turibdimi? Ko'yish qaytarib turibdimi? Xudo xolasa, qani ketdik, sizlarni kuttirmaymiz. Laykni gumbillating, ma'lumotlarini o'zi tushuntirib beradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Elyor aka. Ishlar bilan charchamayapsizmi? Rahmat. Xalq xizmatida. Xudoga shukr. Assalomu alaykum Elyor aka, hamma obunachilar, musofirda aka-ukalar, opa-singillar, hoji ota, hoji onamlar. Aka, xush kelibsiz xonadonga. Shu vaqt bo'ling ekan. Xudo xolasa, bugun mollarni o'ta tig'donlarini, pullari arzon, bolalari novoz, xunajin so'raganiga xunajin, shvet deganiga shvet, hammasidan bor. Xudo xolasa aka, chiroyli qilib kelishtirib, narx-navolarni qo'yib beramiz. Ko'rsatib, sog'ib, hamma uni ko'chada ma'lumotlarni aytaveramiz aka. Nima qilamiz? Bitta ko'chaga olib chiqaveramiz qori? Bismillahirrohmanirrohim. Boshlaymiz aka. Bolachani ham qarang. Shvet. Ikkinchi qoringa, xudo yuvoshlari hamma. Sizda yuvosh mol. Sinovdan o'tkazamizda, keyin yelinlari ham o'ta yumshoq. Hali hojinamlar soqqanda qiylanmasin deb. Keyin mollarni ham osilmagan. To'g'risini aytish kerak, boricha ko'rsatamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Tishi ham 6 yuraymi? Mana. 6 yuraymi? 8 ta chiqaribdi. Mayada bo'ldi. Mayada endi chiqaribdi. Unisi kichkina ekan, to'g'ri gap. Nima qilamiz? Bitta yetalab, bitta olib chiqaveramizmi? Nima qilamiz, qori? Har bittasini tashqarida ma'lumotini beraveramiz. Aka, mollarimiz yeb ichishi, yuvoshligi, tanajon sog'lig'i, usta tepsa mollar bizniki. Ustoqlari ham dadil mollar. Xudo xolasa, maza. Xudo xolasa aka, olgan odam baraka topadigan qilamiz. Joningiz sog' bo'lsin. Qani ketdik. Mana birinchi kurashchini ko'rsatgan sigirimiz chiqishni boshladi. Mana buni qaranglar, go'zalligini. Tutaylari to'rtta joyda. Bolasi ham shvet, bellayni o'pib olgan ekanda. Qonnoqlaridan hayotning yorqin tarafida bo'ling deydi. Xudo xolasa, joningiz sog' bo'lsin. Olsin, maza qilsin, duo qilib. Xunajinni qarang, bolasi xunajin kimdagi bolalardan ekan. Elyor aka ikkinchi qoringa. 8 litr suti bor. Ana bo'lmasa. Yeb ichish yuvoshligi ikki tomondan yelinlarigacha yumshoq. Bexijolat aka.
Sog'ishni bilmaydiganlar shu mollardan o'rganadi, deng. Arg'amchini tepasiga tashab qo'yasiz. Bo'ldi. Ikkinchi odam xullasalar muhim emas. Kerak ham emas. O, sutini qarang. Temarli. Ha, mayli. Moni qarang, sutini qarang. Turishini qarang molni. Moni qarang. Moni qarang. Aka 26 million so'm. 25 million. Yo, Elyor aka, yengil qo'yib beraman. Ha, bo'ldi, mana yengil bo'lyapti. 25 million. Qori, maqsad sotish shu. 31 aytdim. 26 million vodiyga boring kamini dastavkasini qilib. Ha, endi nomingizga yarasha bo'ling-da, qori. Talashadigan narx aytganim yo'q. Mana xolis bu bolani ham qarang aka. Ha, bo'ldi, o'zingiz aytdingiz bugun. Arzon qilib beraman, nechta molim bo'lsa dedingiz. Ha, endi arzon bo'lgandan keyin arzon bo'lsin-da, qori. Bo'ldi aka. Keling, qo'lda meni savdo qilamiz. Bo'pti. Men ham dunyo so'raman. 25,5 million. Qaramen, joningiz sog' bo'lsin. Ota-onangizga rahmat, xudo xolasa. Maza qilsin. Ko'rdingizmi? Ha, joningiz sog' bo'lsin. Siz bilan meni aytganimga kiryaptimi? Ha, telefon o'qiganingizdan keyin, ha, bo'ldi, hojina, hojota. O'zimni mahallamim o'lar aka. Ha, joningiz sog' bo'lsin. 10 ta uylardan olganman. Xudo xolasa, hali ajoyib emas. Quvani moli quvada qolib ketsa. Bolasini o'g'osligida o'zim berganman. Ikkinchisini tug'dirib berdi, xunaja aka. Ha, joningiz sog' bo'lsin. Bolaniki aka. Ha, hamma yo'g'igacha aytyapti. Qarang, xudo xolasa, bu bola sotaveradi ham, olaveradi ham. Mana shunaqa. Lekin gap bo'lishi mumkin emas. Lekin arzon aytdingiz. Mana shuni bo'g'ozi bo'lsa 28 million-da. To'g'risi-da. Maza qilsin, duo qilsin. Ikkinchi molimiz chiqing. Molda malikasi chiqtali. Butun umri kelajagi hayoti oldinda haqiqiy moling bormi desa bor deydi-ku. Voy, go'zalligini qarang. Molni qarang. Korpuslarini qarang. O, eti ham baland. Ha, o'zi enasiga o'xshab ketdi. Hozirdan semirib yotibdi-yu. Moni qarang. Suti yo'qlaydi. Ha. Keyin mol qarang, yangi tuqqan bo'lsa ham etini yo'qotmabdi. Ishi zo'r ekanda. Vapshi, moni qarang, 4 son ekanda, ana. Ko'rasiz, ishi zo'r deb, gap isboti bilan bo'lsa deb baxtni ham yeb tashlayapti. Bolasini oldiga qo'ydi. Chiroyligini qarang. Haqiqiy hamma yo'g'i kelishdi. Bolasi ham hamma yo'g'i zo'r, yuvoshliklari zo'r. Endi aka birinchi qori. Ha. Misol uzoq yil boqishadi. Nima deydi? Sigir demaydi, xullas 10 yil, 15 yil. 15 yil xullas buni kelajagi bor narsalar. Albatta. Xudo xolasa. Qori, nechta sut beryapti? Aka biz to'g'risi bir mahalada 4 litr sog'i. Ha. Molda o'zi 8 litr suti bor. Ha. Qolganini mana yemayapti. Shuning uchun bola zo'r. Ha. O'zi ham ena ham zo'r, bola ham zo'r. Aka suti, gap sutida emas bu. Nima? To'ppat. Kelajagi bor. Suti. Nima? Tug'ishda aka. Xudo xolasa bo'yni ham ingichka ekanda, rasha sut beradigan mol bor. Buni aka sifat. To'g'ri. Endi siz qimmat aytmaysiz, arzonroq aytasiz-da. Bo'g'ozini aytadigan puldan boring 1 million tushib. Ha, joni sog' bo'lsin. 30 million emas. Hop, emasmi? 31. 29 million narx qo'yib beraman aka. Talash meni endi. 29 million. Bo'g'ozini mana aka bozorlar ham oshyapti. 30 million, 31 millionga bermayapti. Hop. Mana aka, endi bizga ham ozgina qolsa aka. Nima? Endi anondan o'tib, bundan o'tib bermaysiz, talashmen deyapsiz. Qori, anondan tushib berdingiz. Bundan ham keling ushaylik. Bo'ldi aka, gapiring. Bo'ldi. 28 millionga. 1 million tushib berasiz. Undan 500, bundan 1 million. Bo'ldi, 500 million. Ha, yo'q. Hozir bitta yaxshi ketyapsiz. Hozir 500 mingga sirasi xo'p desiz, endi 1 millionga ham xo'p deydi. Bo'ldi, molni oling-da, molni oling. Sizga molni. Asnaqa qimmat qilib olasizda, qori. Hozir uzib qo'yganimizda reklama qilaverasiz deyman mana shuni, qori. Mana, endi ana uzaylik. Bo'ldi, 28 million. Dastavkasi. Qilsin, dastavkasi mendan yana xayriga Ha, joningiz sog' bo'lsin, tani joningiz sog' bo'lsin. Otangizga rahmat. Xohlasa molni qarang. Voy, kelajagi bor narsa olyapti. Kim bo'lsa ham olsin, maza qilsin, duo qilsin. Haqiqiy novosdan zo'ramda, qori. Joningiz sog' bo'lsin. Mana bo'zayda qonni to'q, hali o'zini urvermayapti, xudo xolasa. Nimasi yo'q, hamma yo'g'i zo'r mol. Xudo xolasa, inshaalloh. 28 million bo'g'ozdan arzon deb bemalol qo'rqmasdan aytaveramiz. Yeyishini o'zingizlar gap isboti bilan. Nimani o'z og'ziga kirganini olyapti. Sutni ham beradi bo'ynining ichkasida. 28 million kam ulardi. Xayriga o'tiring. Obunachilaringizga aka bular. Bugun maza qilsin obunachilar, olsa ham duo qilib qo'ysin. Tanijoningiz sog' bo'lsin. Sigirimiz bu. Voy, bir dunyoda bolasi ham. Chiqdi. Haqiqiy moldi. Originali. O'tadi. Chamandagi obunachingizga mana beramiz aka. Voy, bolachani ham qarang. Molni etini ham qarang. Badanni ham qarang, qanaqa tozaligini, qanaqa zo'rligini qarang. Haqiqiy 4 son
idishni ko'ryapsizlar, yorvaraman deb turibdi. Bola chaqasi xunajin, ko'paysin. Shved 2026-yilda uyga baraka olib kelsin deymizda. Xudo xolasa to'lib toshib kelsin. Islombekning uyidan ham ko'payib kelsin mollari. O istokalar ham kuchli ekan qora. Ashina deyapman, ko'rinib bilinib turibdi. Xudo xolasa olgan odam qo'yib bermaydi buni ham. 17 litr bolasi yemi mana shunaqa sut sog'yapti. Ha. Endi avvalo oxiri. To'ppa to'g'ri. Biz 15 taga beramiz. 15 taga beravering. Ha. Hamma yo'q, zo'r. Xudo xolasa olgan odam maza qiladi. 15 taga behijola. Xo'p. 36 yo'q. Xo'p. 35,5 million aka, yengil qo'yib beray, unaqa 42, 43 dishti kerak yo'q. Xo'p. 35,5 million kamini qilib beraman, chiroyli. Ana bo'lsa 35,5 emas. 34 berishadi. Berishaveradi, endi yor aka. Bundan 1 million, narigindan 1 million, bundan hozir 35. Yo'q, haliginizdan 500 oldi boshidagidan, qori. Buni qarang, yishlan qarang. Undan 500 ming. Bundan 1,5 million, 2 million, 3 million bo'lar ekan. 3 tomonda. Xo'p. O'ziga qarab pul berishaversan aka. Ha, mol zo'r, bola ham zo'r. Uyga kirsa aka 45 million kami bor deydi. Ha, endi sizdan nimaga olyapti? Sizdan ishonarlik, sifatlik, chiroylilik uchun olyapti-da, qori. Uyingizni biladi, umringizni biladi, o'zingizni taniydi. Shularni qarang. Kiran ekanda. Xudo xolasa, vodoprovod olib yotibdi ekan. Bo'ldi, gap yo'q. Nima qilamiz? O'lchab demaydi. Bor baraka. 34 ga. Mayda sudasi yo'q, 35 million. Ay, yo'q, endi qo'ymay, siz aytganingiz bo'lib qolar ekan-da, qori. Mana menikiga yuring. Obunachilar yaxshidan aytyapman. To'g'ri aytyapsiz. Bozlikda kelgan mollar aka, hazilaka mehnat bilan bu darajaga kelmadi. Ha, endi bo'pti, obunachilar olsin, maza qilsin, duo qilsin. Qaramang, mol bitta bo'g'oz olasiz, yana yaxshigina foyda qilaveradi. Bitta ko'ring bu. Voy jonivor. Mana. 15 taga beramiz. Bo'laveradimi, qori? Aka, bo'yni xolaganicha. Ha, joni sog' bo'lsin. 17 ta suti bor, 15 taga olasiz, lekin molni originalini olasiz. Eng zo'rini olasiz. Mayli, 34 million qo'yib beraman, lekin boshqa kanallarda ham aka solishtirib, hali 43 million, 45 million qo'yishyapti. Bizda to'g'risini aytib, nimasi qilinaveradi. Yo'q, shuning uchun sizning mollaringiz ishonarli, sifatli, chiroyli. Qarang, o'tdan torsa bu yoqqa ketyapti, bu yoqdan kelsa, bu yoqqa ketyapti. To'g'ri, menga telefon qilsin, misol dalasiga borib tushirib beraman. Ha. Ko'kotga hali chiqqan yo'q-ku, endi yeyishdi-qani. Bular yemda turgan mollar aka. Ashuni aytib. Uchun beradi. Ya, xudo xolasa, olgan odam maza qiladi, duo qilsin. Zo'r baqaman degan odamga 20 taga o'qib qo'yaman. Inshaalloh bundaqa ko'kotlarga chiqar. Bo'ldi, 34 millionga qori. Xursandmisiz? Ha, xursandman. Siz-chi? Bor baraka. Xursandmisiz? Men xursandman. Ha, bo'ldi, gap yo'q. Bugun olgan odam ham xursand, qori, mashinangizni. Bo'ldi. 34 million kamularda bo'ldi. To'g'rimi? Ha, joni sog' bo'lsin. Xudo xolasa. Aka, bugungi video tantilikka mol sotiladi. Molni qarang deyin. Haqiqatdan kim olsa ham maza qildi. Shved bolachasi. Molga to'ldiradi aka. Inshaalloh, xudo xolasa. Olgan odam pul o'zi bilan ketdi. Bu qarang, yeyishini o'tdan tortib olgandiki deylik, qori bu molni. To'g'rimi? Qaytmaydi ekan. Tomirigacha yeydi. Sug'urib deyin. Endi soni 4-inchisi. Mana bolasi novoz so'ragan. Ha, joni sog' bo'lsin. Boshni ham qarang. Mana bolam. Yurakchalari bor. Yurakni qizartirib qo'yadigan. 15 litr suti bor. 15 litr. Top, bola novoz. Ha, joni. Buni qarang. Xunajinni pulini aytasiz. Bolasi xunajinni pulini aytasiz. Novoz ekan deb qimmat aytish yo'q. Xudo xolasa, voy jon. Qoringa mana aka. Ana ko'rib qo'yinglar. 3-qoringa. Aka, bizniki videoda sinashi ham ichidaman. Aha, ana bo'lmasa. Yemasa, ichmasa, o'zini o'zi emsa, orqadan sog'dirmasin. Tasha arg'amchini ustiga. ana Paqirdim aka, taqat qo'yadi aka. cho'chishi ham yo'q, qo'rqishi ham yo'q. Kelsa men jag'imga tepib qolaman. Molni yuvoshligi yuvoshmi? Bo'ldi, xudo xolasa originalni olinglar, yuvoshini olinglar, xudo xolasa maza Shuncha qilasizlar. maqtovga 50 million naqd qo'yib beraymi? Ha, yo'q, unaqa qilsangiz nima qilamiz? To'xtatib qo'yamiz videoni. Omali yeyotgan joyigachi. Omali go'zal ekan. Qo'yavering endi. Sizga tirikchilikda. Sizga tirikchilik uchun sotilyapti. Agar dehqonda bo'lsa sotilmaydi bu. 15 ta sutga o'ylanmasdan, xijolat bo'lmasdan. Qornini qarang, o'zi to'q, oxir tozalab ol. Anasi yeyman degan. Asha yeb tursa zo'rda, sutni ham beraveradi. Xudo xolasa o'zi dekabrda
15-sigacha chiqarib beradi. Inshaalloh xudo xohlasa. O'rinlari ham keyin ekanda soqqanda masa qiladi. Aka vizza tushadi. To'g'ri apparat 4 ta joyda yumshoq. Dimakan desa ham qaytib olaman. Buni pulini aytamiz endi. Xo'p aka. 34 dedingizmi? Ha. Hozir nima dedingiz? Uni bolasi xunachi. Ha. Mol bilan molni farqi bor. To'g'ri. Xo'p. Tantilikka mol sotaman. Ha. 34 emas. Oh. 33 million mana bolasini ovosini. 33 million. Yaxshi, zo'r. Bolasini ovoz. Ha. Yedirsa, ichirsa biz aytgan sutni beradi. Sut yog'i o'zini qo'lida, deb akalarimizni. Lekin biznikida aka, misol atalay ichadi, 2 mahal silyos. Yaxshi boqiladi. Qolasa ko'kka olib chiqsin mollarni, bexijolat yeb Bo'l. ichsin. 33 millionmi? 33 million. 32 qilamiz. Murabbiy kelayotgan joyiga. Endi Jittan aka, siz ham Ha, endi xudo xolasa yaxshi narx aytdingiz. Sal ilmiga ham so'rash kerak-da, ilmiga ham. Islom qori. Ellar aka, bu mol siznikimi devermasin. Obunachilar tortishmasdan. O'z molingizni qimmat sotasiz dedi. 500 ming so'm o'tib beray. Ha, yo'q, sizga 500 ming bor. Endi buni bolasi novosligini hurmat qilaylik. Ya, sizni qo'lingiz barakali, qo'lingiz olgan odam baraka topsin deng. Menikidan ko'payib ketsin deng moli. Ilohim aka, mana shu molni kim olsa ferma qilsin. Aytganingiz kelsin, niyatni yaxshi qilib. Novosni sotib umralarga borsin aka, hojilarga borsin. Katta mashinalar, inomarkalarni minsin aka. Mindirib qo'ysin mana. Bu mol aka, xudo xolasa, misol uyimni to'ldirib, o'zini boqib turibdi. Mazza mol, kim olsa baraka topar aka. Aytganingiz kelsin. Duo qilib butun umr sog'ib bitsin. Bor baraka, 32 million. Bo'ldi, xursandmisiz? Bismillahirrohmanirrohim. Bor baraka, otangizga rahmat. Bolachasini ham qarang. Xudo xolasa yurib aylanib lor qarang. Haqiqatdan rasaxo'ri ekan. Bu to'ydirgandiki ekanda bu mollar. Buni kim olsa ham molxonasini oxiriga baylasin. Voy joni sog' olsin. 15 ta sutga 17 ta sut beryapti, 15 taga bexijolat olaverasizlar. Ko'rgan gap puli yo'q, kelib ko'rib ko'rish besplatni. Eshigi ochiq. Xudo xolsa keldim Islombek o'g'lim desanglar, shuna kelib ko'rsatadi, yoqqanini olib ketaverasiz. Puliga qaraydigan bola emas, 1-2 so'miga talashib tortishadigan emas. Chiqib ketaman deyapti-ding. Elyor aka bolasi novos so'raganiga. Oho. Oq yelin oq tuti. O, kuchingiz yetmayapti sizni ham, ha? Xudo xolasa o'zi chiqarib beradi. Kallalari ham katta-katta. Aytganingiz kelsin. Bolasini ovoz bo'lsa, to'y qilaman deydiganlar, jiyaniga zo'r ovoz solib olib boraman deydigani olib boraveradi. Voy jonim. Ana bexini ham ko'rib beryapti-ding. Achchig'idan. Bu qarang, taylarini ham qarang, hamma yo'g'i. Bola buqacha, kalla, paqir kalla, yeyishiga gap yo'q. Mana shu yerda o'tlarni mana og'ziga siqqanicha yeb yotibdi. Elyor aka, endi eti kuchli bo'lmasa ham hali endi nima deydi? Sutni beradigan, bolani katta qiladigan mol. To'ppa-to'g'ri. Bu xolasa borib aka semirtirishsa u bo'lim mol bo'lib ketadi. Mana bundaqa ko'kotlarga chiqib yeb tursa-ding. Yelinni qarang aka, oq yelin bolani ovozi. Pokizaligidan ham qarang, mana dimlangan ham yo'q mana shu mollar. Qarang. Mana ko'rib turibsizlarmi? Men bekorga aytmayapman, qo'ni-qo'shni bo'lsa ham kelib Islombekdan olib ketaveringlar. O'z yo'lida qilib beradi. Aka 3-bolaga Ha. ishlari butun, vahshiy zo'r. 5-molimiz soni. Soni 5-si. Ha. Telefon qilishaveradi. O'zingiz narx qo'yingchi. Ha, yo'q. Siz bo'g'ozini ayting, mana uni hisoblamay turamiz. Mana shuni bo'g'oz deylik. Mana shu necha oy bo'g'oz bo'lib? Xolisona ayting. 8 oy. 8 oy bo'lsa 32 million. Xo'p. Undan aka 32 emas. Ha. Boringki 30 qilamiz deydi. Yo'q. Ha. 4 million ayirib oling. O, 32 28. 28 millionga telefon qilsa, kamini qilib dastavkasini qiladi. Seriozni. Ha. Bo'g'oz. Endi bu gap bilan nima bo'lyapti? Bo'g'ozdan arzon bo'lyapti-da. Bo'g'oz aka. Mana. Qarang. Mana qarang. Bunday qilamiz qori. 28 qilmaymiz. Shu joyiga. Olaman deydigan odamga maza qilaman deydigan joy. Molni ham qarang, iyada, bu yerda o't qolmayapti, bu yerda bak qolmayapti, xo'ralik uchun-da. Aka hamma nimalari bo'lgan, vaksinalar, nimasi, olib boradi boqa. O'zi asli Xudo xolasa o'zi aka. molni kimdan olish kerak? Mol doktoridan olish kerak. Nimaga deganda, o'zini moliga hamma mol doktoridan chiqarsa ko'p. O'zi mol doktori Samarqandda. Birinchi bo'lib, bu bola o'ziga qaramasa ham moliga qaraydi-da, xalq xizmatida yuradi. Qori 28 ham yo'q. 27 million geliyor. Siz ajoyib odam ekansiz.
32 deyapsiz. Hop. Men tushib beraman Ha, deyapman. yegan joyiga tushasiz-da endi. Yo, bo'pti endi aka mashinasidan talashmang. Ha, qo'ysiz-chi, talashmasak. Buni aka bolasini hozir zo'r narx qo'yib berdi. Ha, bolasini oz arzon bo'ldi. Endi sal odamlarga beraylik, maza qilsin, duo qilsin. Bor baraka deng, 27 million. Yerlarga siz uchun deb qo'ying. 30 desam 29 dirdi. Ha. Ya to'g'risida endi hozir talashmang deb turib bola tagiga tushgan, uni ham aka 10 millionga bermaydi. Jon aka, novosu. Ha, siz beravering endi. 18 million enasi bo'lib qolar ekan. Ya endi Yo'q. zo'r aka. Bo'pti. Bor baraka deng. Aka, sizniki ham emas, meniki ham emas, 5-mol. Talashmaysiz deb turib narx aytdim. Ikkovimizga 500 Ha, ming. qo'ysiz. Siz aytganingiz bo'lib qoladi. Siz aytganingiz bo'lib qoladi-yu. 28 deb 27,5 qilyapman. Ha, 27 qilamiz. Yo, ellar. Bo'p, mana shu mol qilaylik. Qora, bunday qilamiz. Unaqada sallaqanichi? Ha. Qimmatcha aka deb qo'yaman. Qaysi mol ham qimmat bo'lyapti? Ha, mana uni men aytganga qilmas, o'zingiz aytganingiz. 32 million deyapsiz-ku. Bo'g'oz bo'lganda aytda, hozir tushirib qo'yibsiz-ku yoniga. Qarang, mendan olib baraka toping. Ha, ana, endi men 27 millionga dastavkasi mendan olib borib beraman. ko'proq duo qilib qo'yadi olgan odam. Mashinga. Umr duo qiladi. Ha, joni sog' bo'lsin, joni sog' bo'lsin. Qo'yib oling. Qalay bo'ldi obunachilar? 27 millionga bolachasi buqacha turibdi. Qarang, bunaqasini hali ko'rmagansiz. Eshityapsiz xolos. Olganingizdan keyin sizniki bo'ladi, xudo xolasa. Sirazi ekrandagi nomerga aloqa qilib, qarindosh urug' guruhlarga videoni ulashing. Chunki arzon mol istab yurgan juda ham ko'p xalqimizda. Bu soni 6-molimiz. Qulog'ida sirg'asi ham bor. Sirg'alari bor. Bo'ynida belvog'i ham bor. Shvetidan. O, jonivor. Novosidan teng bo'lib. Ana bo'lsa bo'lsin, xalqimga bo'lsin, bo'lsa xalqim maza qilsin deydigan joyiga keldik. Mana qarang. Bularni ham yeyishini bitta ko'rib qo'yaverasizlar o'zingizlar. Xudo xolasa qarang. Bola ham addenni tema, ena ham addenni tema. Yerga yaqin mol. Sutni yog'dirib tashlaydi, o'zi aytib beradi mana nechta berayotganini. Xudo xolasa mana shu yerda maza qil. Ha. 8 ta, endi 8 taga olishaversan, 1-2 litr mashinaga yuklaymiz, u bo'ladi. O'rta qoloylarning moli. Mana cho'chiydi, yo'l uzoq yurgani uchun shunaqa bo'lib qoladi. Xudo xolasa mol ashuncha 2 litr ozaytyapti. Unaqada bexijolat. to'g'ri. Bolasi novoz. Ana bo'lmasa. Sizga narx aytgizmaymiz. Siz vashi tushirib yuboryapsiz. Bo'g'ozidan arzonroq qilib beramiz aka. Qo'ldan kelgancha. 27 million. Unaqa 28-30 yo'q. Mana. Ha, anon bilan bir xil qilib qo'yibsiz-da. Unaqada hozirgi bilan. Aka talashmay oxirgisi. 27. Anoni ham 27, bu ham 27 qoladi. Men qilmadim, uni siz qilib qo'ydingiz. Ha, bo'pti, buni 26 qilib qo'yamiz. Yo'q, endi bo'lmadi. Fuy. Bir hozir 6 million pulni uje Siz og'zingizdan chiqib ketyapti 6 million, deng. yo'q qilyapti aka. Yana buni obunachilarga nima qilamiz? Elar akam tushirib ketdi deysiz-da. Ko'proq tushib berdim deysiz. Voy jonivor, pokizaligini qarang, deng. Buni qarang. Ana bo'lmasa. Bola ham bu qarang. Onasini oldiga ketyapti. Oyoq qo'li uzun ekan, ha? Bexijolat aka. Bunday qilamiz, Islombek. Sizning mollaringizda umuman muammo yo'q. Faqat olgan odam maza qildi, yutdi deyman-ku. Bekorga aytmayapman qo'ni-qo'shnimga ham. Tavsiya qilaveraman deb. Bo'ldi. 26 bo'ladi. Yo'q, Elyor aka. Aka bitta narsa aytaymi? Talash 500 ming arra qilasiz. Yo'q, video cho'zilib ketyapti. 200 ming desam bo'lmaydi. O'zi talashmaydigan narxlar qo'yib bering. 26,5 ga Ha, yarim bu laxtay bo'ladi-yu. Bo'lsa. Ana, bo'lsa desak-a, Bizga ham tirikchilikda. Unaqada kelmay qo'yaman ekan. Oxir Islombek qimmat chiqaryapti deb boshqa joyda ham Islombek qimmatchi deyman ekan, arzonchi demasdi. Qayerda bo'lsa, birovni uyga borsam ham arzonchi Islombek deyapman. Mana, qo'lni bering. 6 millionga telefon qilsa. Ya, jon hisobi bari unasida-da, chunki meni ham gapimga kiryapti-yu. Sizlarni ham gapinglarga kiradi inshaalloh, xudo xolasa. Yaxshi yigit. Hisobchi toptal bola novoz. Har taraflama hisoblasi. Naqada, bunday tushgan, hali buni bo'g'ozi novo olib, nima tug'arkin? Qanaqa chiqarkin u sigir, to'g'rimi? Suti qanaqa ekan, men tayyor aka. Gap bo'lishi mumkin emas. O'ynab kulib 10 ta suti bor, 10 ta 8 ta yem olsangiz xafa bo'lmaydi. Nimaga? Bu molni suti ko'p, yerga yaqin. Aka, sut yog'lari qo'lida. To'ppa-to'p. Boqsa beradi, boqmasa bir piyala ham. Bo'ldi, 26 millionga rozisiz-a? Bo'ldi aka, siz Yana bitta bor ekan, xudoga shukr, joningiz sog' bo'lsin. Mana, oxirgi molimizni 6-chi. Nariginga bo'zayni ozitasi yeb ketyapti. Bu degani oxiridan boshladik. Aka qarab. mana, bu 1, bu 2,
3-chi molimiz. O'zingizlar xohlovchilar bo'lsa, oxirgi mol deylar, bo'lmasa yoki bo'lsa narada shveddan boshlaylar. Lekin sog'lom ekan shvedlarni. Qarang, hozirgacha ko'yish qaytarib turibdi bu shvedni. U boshidan ham boshlavdik-ku. Sog'liklarida aka, zo'rda u. Oshqozonlar zo'r ishlayapti mollar. Ha, jonisi. Xudo xolasa, mana u shvedni ham qarang. Mashina ham arzon aytib qo'ydingiz Islombek. 26 millionda qoldi-ki, bolasi novoz. Aka, o'zi bugungi narxlar bor-ku. Jup oladigan narxlar. Puli bo'lsa hammasini olib beradigan bo'lib ketdi-da. Hasan Husan akalarim takstas olsin. Ko'rdinglar-ku? Maza qilinglar, olinglar, maza qil. Boshib tursin. Xudo xolasa, mehnatdan charchamaymiz, xalqimizga yetkazib beraveramiz. Arzonini ham, sifatini ham, chiroyligini ham. Birinchi molimiz boshlandi sog'ishini, ko'ryapsiz. Endi ikkinchi molimizga keldik. Ikkinchi molimiz ham boshladi. Tushlarni qarang. Ha, Ismoiljonning nariyada mononi bolasi ham yemoraki, yerda tegam turaverar ekan. Voy joni sog'. Yo'qman, bilyapsizmi? Bu qarang. Ha, ezyapti. Chiqyapti. Orqalari aka. Go'zal ekanda. Bu qarang. Sizlarni ham ko'ryapti. Hay joni sog' bo'lsin. Ko'ryaptimi? Ha, tushlarni qarang. Aka, like-laringizni qo'ying. Xudo xolasa. Ismoiljonnikini bitta ko'rsatib qo'ying. Bemalol. Bu qarang. Islombeknikini sog'yapti. Ismoiljon, bo'ladi. nariyadan bo'zak ham yemayapti narigini bolasi. Yemaversin ham maza qilib, ha? Xudo xolasa. Mana ko'rishda. Ha. Bu qarang. Mana chiroyli. Turavering. Quy, mashinaga quy. Ha. Mana. Bismillahirrohmanirrohim. Mana. Qisqa Lo'nda qilib. to'ri yelinidan suv chiqishini ko'rsatib beramiz. Mana, mollarni ko'rdinglar. Bularda oldida birov turib tursin, qarab tursin. Ikkinchi odam umuman kerak emas. Bitta odam boradi, idiradi, sog'adi. Shunaqa. Qarang. Bu 4-inchisi, bu yib ketdi. Mana bo'zakcha og'zi tegdi tutagiga. Bu qarang. Buni bolasi. Yelinlari ham originalda. Yo'q, mollar ham, mana mollar o'ta katta ekan, Islombek. Aka, yirik mollarmi? Ashuni aytyapman, naqiga 4 son ekan. Mana sut beradigan mollarda to'g'ri. o'zi aytib turadi. Islombek mendan idiryapti, Ismoiljon. Ismoiljon, buni ham tezda sog'ib qo'ysangiz kerak. Oralari ham keng. Buni boshligini ko'rsatib beramiz. Ashida oralari ham juda keng ekan. Buni bolasini qarang, shvedligini. Mana, xuddi mayaqdan ham boshlaveringlar. Xudo xolasa 4-inchisi bo'ladi, mashimol. 5 ta 6 ta bo'ladi. Ana. Ismoiljon ham sog'yapti. Islombek ham sog'yapti. Buni yelinlari ham oppoq ekan, ha? Oho, shuna qarang. Qalampir yelindan maza qilib sog'adi. Soqqa odam ha? Buni qarang, ikkitasi. Aha. Buni qarab, oralarni ham ko'ryapsizmi? Qo'lam qiylanmay ekanda, bunga bu qarang. Sog'adi. Mana qilib sog'ib tursangiz. Beradigan molda aka, yelinlarning orasi keng bo'ladi. Ashuni aytaman-da, maza qilib sog'adi. Soqqan odam ham, to'g'risida olgan odam vaqti maza qiladi. Buni qarang. Mana hech qaysinisini oldida birov turmaydi. Xo'p, Ismoiljon ham qattiq olyapti-yu, tush qarang. Faqirda teshaman deyapti-yu. Haqiqiy yorvarishini keldi. Olsin kim olsa ham maza qilsin, duo qilsin deymiz-ku. Haqiqiy duo qilib sog'ib ichadigan mollar ekan. Mana qilib tushib tursa qori. Aka, lakni gumbillatadigan joylarida. Tamam, mashina ustidan ko'voy qilib ishdi. Ta joni sog' bo'lsin. Ular ham ichsin deb. Maza qilsin, duo qilsin. Sog'ishni bu turishda hozir, jicha sog'amiz deb to'ldirib qo'yasizlar hozir. Bu turgiz ham kelmayapti. Xudo xolasa borganda ham sog'ib turish. Joni sog' bo'lsin. Oho, mana qarang. Mana sutani 2.12 edi. Voy joni sog' bo'lsin. Buni ko'rsizmi? Joni sog' bo'lsin. Ushrab ketyapti-da. Ko'kam qaytadi. Xudo xolasa. Mana shunaqa mol kerak bo'lsa, uni qarang. Yana farqi yo'q. Aka, ayol kishi O'zi asli bu tarafidan sog'ilmaydi, bu tarafidan sog'iladi-yu. Prosta. Ho'p, buni ukam sog'dimi? Ha. Siz ham sog'oring, men videoga olib turaman. Elyor aka deydi. Ommalar gapi teshiklari ham zo'r ekanda 220 ga o'xshab tushar ekan sutga. Bexijolat aka, moling bo'lsa shunchalik bo'lsin, yuvosh bo'lsin, bolasi novoz bo'lsin, rangi qora bo'lsin, puli arzon bo'lsin, hamyonbop bo'lsin, cho'ntaybob bo'lsin, lak bosganlarning uyida to'lib toshib ketsin. 5-molimiz, 6-molimizga kelyapmiz. Oho, mana u ham sigir bo'lsa, Islombek zo'r sigir bo'lar ekan. Kimdiklari bor ekanda, qarang. Sigir bo'ladi aka. Ashida ha demay. Qarang. Kimdigi bu? Boqqa borib qo'ysa, enasi ko'kka chiqqan. Ha. Qo'shnimdan olganman. To'g'risi, hali ko'kda yurgan mol, bitta yem yemaganda, Ha. poyada, quruq poyada turgan
Manikiga kelib atalab bersam nima bu deyapti. Atalarni ham bilmayapti. Hozir manikiga kelib sifat kirib sal endi bizni Ko'chlar qaytarib deb. Yo, o'zingiz ham doktorsiz, bilasiz-da. Hamma yo'l vaksinasigacha qo'ying. Yelinni qarang. Bu mol go'lay mol aka. Bir Enasi shved, bola shved. Faqat jitcha o'tg'arib. mehr kerak. Qori bir 10 kun o'zingizda tursa, qori bundan zo'r qilib berasiz. Mana unda 10 kun tursa. Bizdan olib, 25 million narx qo'ydim. Bizdan olib baraka topsin, olib borib aka ilonjicha boqsa 30 millionlik mol bo'ladi. Aytganingiz. Ha, вообще bugun sevishga pocha puli bo'lib ketdi. Islombek, sog'ishni boshladingiz. Aka, Ha, aka. ko'ring, akaning gapirib ham olinaveradi bu. Bizda cho'chi yo'q, qo'rqish yo'q. Bitta joyda. Pokiz ekan, ha? Ha, joni hisob bo'lsa. Aka, axlatiga yotmaydigan mol shu bo'ladi. O'z eti ham baland ekan-da. Yo, narigini ham olib turing. Narigini ko'rsatmaysizmi deydi. Aka, kenaylarim degan akamning qulog'ini yeydi. Ha. Asimolda olib bering. Mashina olmasangiz, olib bermasangiz urishib qolamiz, o'zim borib olib kelaman dedi. Bu molni aka olgandan keyin boru. Ha. Akamiz xudo xolasa duo qilib yana pullar ko'payib ketadi. Qulog'i ham tinchiydi-da, pochchani. Ammo gap bo'lishi mumkin emas. Bo'ldi, sog' bo'ling. Nima gap, Ismoiljon? Mana qarang. Ammo qo'y, gap bo'lishi mumkin emas. Bo'ladi. Video cho'zilib ketmasin. Mana shu tor joyda ham qarang. Mana oldilarda birov turmaydi. Eng qizig'i yuvoshliklari. Yuvosh. Gap bo'lishi mumkin emas. Qani ketdik. Bo'ladi. Olib keling uka, siz qo'yib bering. Ha, mashinaga bo'shatib qo'yamiz, deng. Bismillahirrohmanirrohim. Yog'liqligini qarang. Elyor aka, tezda aloqaga chiqishsan aka. Ha. Bugun aksiya bo'lib ketdi aka, rostdan ham. Bugun qandaydir nima deydi? Xursandsiz. Biz doim xursandmiz. Olishsin, baraka topishsin aka. Inshaalloh. Bizni ikkimizni duo qilishsin. Ekrandagi nomerga aloqaga chiqasiz. Layklar bosib qo'yinglar, hojat hojonalar. Xudo xolasa mana aka, mollar bir qatorni ham bir qator olib qo'ying. Shveti, boshli, bu birinchi tug'ma. Eng qizig'i, boshni ham qarang. Bolasi ham shunaqa. Bola aka semental xudo xolasa. Bu 3-molimiz. Mollar qarang. Bu 4-si. Ko'sh qaytarib turibdi. Ular qarang, hali yog'i ketgan yo'q. O'zi g'ij-bij qaymoqda separator qilib ham ko'rsatsangiz bo'laveradi-da. Yaxshi bo'ldimi aka? Xudo xolasa. Yo'q, mana uni hammasini narxi o'z. Mana uni 26 millionga bolasini ovozini qo'yib berdingiz, omali malades. Aka, ketdi. Bo'ldi. Yana kami bor aka. Xudo xolasa, olsin, maza qilsin, duo qilsin. Bizga aka duo qilsin, nima dedi? Buni qo'shnisini yetalab kelsin. Mashi bo'ladi. Aka, biz ko'karamiz. To'ppa-to'g'ri. U gap pulda emas aka. Bizni misol olib o'g'lim desin, mana aka to'xtab turing. Mashina boshiga qo'yib qo'yasiz. Mana hali aytishdan chiqdim, qarang Elyor aka.